Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpishchilar. Sizlarni Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda xursandman do'stlar. Anchadan beri video qo'ymayapmiz. Bugungi video roliklarimiz amortizatorlar haqida bo'lib o'tadi. Hamma mashinani amortizatorlar narxlari bilan tanishtirib o'taman do'stlar. 2025-yil mart oyidagi narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib o'taman do'stlar. Video roliklarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'llab qo'yasizlar do'stlar. Hamda kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan keyingi qiziqarli va foydali video roliklarimiz sizlarda birinchilardan chiqadi. Bizning manzilimiz Guliston shahrida joylashgan. Unday bo'lsa videorolikni boshlaylik do'stlar. Hurmatli do'stlar, birinchi navbatda ko'rsatib o'tadigan amortizatorlarimiz Lacetti mashinasini old orqa amortizatorlari bo'ladi. Qaranglar. Sifatlari zo'r, GM Xitoy bo'ladi. Kачествоsi shunaqa chotki chiqyapti akalar. Zo'r, prosta zo'r. Qaranglar sifatini. Narxlari ham hamyon bo'lib akalar. Hali 4 yil 5 yil bo'layotgan bo'lsa, mana shu amortizator sotayotganimizga biron marta podvodit qilmagan, biron marta uyaltirmagan, zo'r chiqyapti hammasi akalar. Narx-navoga keladigan bo'lsak, old orqa 4 tasini komplektini 990 ming so'm qilib beramiz. Gentra Lacetti mashinalarini amortizatorlari 990 ming chiqyapti akalar. Navbatdagi amortizatorlarimiz akalar Nexia 3 mashinasini oldi hamda orqa amortizatorlari bo'ladi. Qaranglar, Xitoy bo'ladi, lekin sifatlari juda ham zo'r chiqyapti. Ishlashi zo'r. Qaranglar, chotki ishlaydi akalar, uyaltirib qo'ymagan hali shu paytgacha. Qaranglar. Narx-navoga keladigan bo'lsak do'stlar, komplektini ikkita oldi hamda orqasini do'stlar sizlar uchun 890 ming so'm qilib beramiz. Ikkita oldi, ikkita orqasini do'stlar. Nexia 3 mashinasiga amortizator komplekti 890 ming chiqyapti akalar. Do'stlar, navbatdagi amortizatorlarimiz hadovoy yumshoqligi bo'yicha O'zbekistonda yuqori o'rinlarda turadigan Cobalt mashinasini amortizatorlar bo'ladi. Qaranglar bilan sifati chotki hamda mana qaranglar baquvvatligini, moshina ishlangan akalar. Bunaqa amortizator juda ham chotki ishlab beradi. Sifatini qarasanglarchi. Narx-navoga keladigan bo'lsa, ikkita orqa, ikkita oldini komplektini sizlar uchun 980 ming so'm pulga qilib beramiz do'stlar. Qaranglar. GM Xitoy. Faqat shundan sotamiz. Hali biron marta uyaltirib podvodit qo'ygan joyi yo'q akalar. Dolar navbatdagi amortizatorlarimiz Spark mashinasini amortizatori bo'ladi. Qarasanglarchi, Spark mashinasi ham amortizatorlari chotki ishlab qo'yilgan, baquvvat qilib. Sifatini qarasanglarchi akalar. Rezinkasini qaranglar, chotki ishlangan akalar. Narx-navoga keladigan bo'lsak, komplektini ikkita oldi, ikkita orqasini komplekt narxini aytib o'tamiz do'stlar. Sizlar uchun 850 ming so'm qilib beramiz Spark mashinasini amortizatorlarini akalar. Agarda sizlarda Spark bo'ladigan bo'lsa, sizlarda mana shunaqa amortizator turibdi. Do'stlar, amortizatorlarni narx-navosini qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'ydik. Bundan keyingi videoroliklarimizda qaysi mashinalarda amortizatorlarni olib chiqaylik? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar.